Britaniyaning Open Source Center tadqiqot markazi hisobotida Rossiya g'arb sanksiyalarini chetlab o'tishda Qirg'izistonning davlat kompaniyalari va banklaridan qanday foydalanayotganini fosh qilindi. Aniqlangan sxemaga ko'ra, moliyaviy operatsiyaning 8 milliardi Qirg'iziston orqali o'tgan va albatta, bunda Qirg'iziston hukumatining roli katta. Britaniyaning tadqiqot markazi qochoq moldovalik oligarx Ilon Shor tomonidan yaratilgan va Rossiyaga g'arb sanksiyalarini chetlab o'tishda yordam berayotgan A7 tizimi ustidan olib borilgan minglab sizdirilgan hujjatlar va moliyaviy hisobotlarni tahlil qilishdi. 2022-yilda Ukraina bilan to'liq ko'lamli urush boshlangandan keyin Rossiya uchun xalqaro o'tkazmalar mavjud bo'lmay qoldi. Rossiya uchun buni amalga oshirishda Qirg'iziston moliya sektori, xususan banklar va mahalliy kompaniyalar Rossiyaga to'g'ridan-to'g'ri xalqaro o'tkazmalarni va parallel importlarni amalga oshirishda muhim tranzit markaziga aylandi. Rossiya g'arb davlatlari tomonidan joriy qilingan moliyaviy sanksiyalarni chetlab o'tish va xalqaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun SWIFT orqali xalqaro bank kanallariga kirishni saqlab, milliardlab dollarlik moliyaviy operatsiyalarni hazm qila oladigan global tizimga ulangan neytral pozitsiyadagi yurisdikalarga muhtoj edi. Qirg'iziston Rossiyaga aynan shu imkoniyatni berdi. Iqtisodiyot vazirligi tomonidan tashkil etilgan Qirg'iz Respublikasi savdo kompaniyasi bunda muhim rol o'ynadi. Qirg'iz Respublikasi savdo kompaniyasi shirkati 2026-yil fevralda Qirg'iziston hukumati qarori bilan tugatilgan. Ammo qisqa vaqt ichida Rossiyaning g'arb sanksiyalarini chetlab o'tishi uchun u yashirin tarmoq orqali kamida 8 milliard dollarni yo'naltirishga muvaffaq bo'ldi. 2025-yilning 3-choragida esa A7 tizimi Qirg'izistonda shaxsan prezident Sadir Japarov nomidan USDKG nomli oltin bilan ta'minlangan raqamli stablecoin'ni ishga tushirishga yordam berdi. Bu faktlarning barchasi Qirg'iziston nafaqat Rossiyaga sanksiyalarni chetlab o'tish uchun platforma bo'lib xizmat qilayotganini, balki ushbu sxemalarning ishlashini ta'minlashda ham faol rol o'ynayotganini ko'rsatadi. Britaniya tadqiqotlari shuni isbotlaydiki, Sadir Japarov va uning yaqin doiralari kabi hukmdorlar korrupsion sxemalarga sherik bo'lib, Rossiyaning manfaatlarini musulmonlarning manfaatlaridan ko'ra ko'proq himoya qiladilar. Ular kofir mustamlakachilarning agentlari va xizmatkorlaridir.